Assalomu alaykum barchaga hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, omonmisizlar? Hurmatli obunachilar, anchadan beri savob oylani chiqarmagan edim. Hozir bir apamiz anchadan beri murojaat qilganlari uchun ularni ko'rib o'zim sharoitlarini hayron qoldim. Shunaqa sharoitda ham yashaydilarmi deb. Shu uchun hozir uylariga keldim. Iltimos qilaman shu videoni oxirigacha tomosha qilinglar va iltimos qo'lingizdan kelguncha foydalansa qilinglar, chunki ushbu oila haqqoni savobga, yordamga muhtoj oila. Mana obunachilar hozir uylarining oldida. Uylariga kirmasdan oldin mana uyda ahvolini ko'ringlar. Mana bu yoqqa kelinglar, mana obunachilar uyda ahvoli mana. Hali uylariga kirmasdan turib, uyda sharoiti mana orqa qismi avariya holatda. Bunday uyda hozir hech kim yashamaydi. Hozir ichkariga kiramiz, opamiz bilan suhbatlashamiz, yana o'zingiz ko'rib guvoh bo'laverasizlar. Assalomu alaykum. Shuni azmi obunachilar, bu opamiz o'zbekcha bilmaydilar, shu uchun o'zim perevod qilib berib turishga harakat qilaman. Shuni azmi opajon? Durustmi? Salomat. Durust. Chegari karosi. همه یاردم میکنم گفتن همون به یاردم میکنم خب من به یاردم میکنم دیگه های میگفته گیرم اومده کجا Mana obunachilar, mana shu opamizni uylari, mana sharoitlari. من همین خونم به کسلام های خودم کار نمیکنم Kim kasal? پسرم Selton. Chand sal yo? سنفی نویادو کرد Yo'q, okey. Chiqing kasal. روزش قسم میکنه 2 ساعت به یک بار کجا Deb peripatka, ha? ها پربت داره Tamam. Ya'ni xonimi zindagi میکنید همین خونه زندگی میکنم من یه احوال خونم شیفرم نیست اصلا کجا Şifir nesmi? نه شیفر ندارم Mana obunachilar shu uyda yashaydilar ekan. Mana shu uyda ahvoli shifrlari yo'q ekan. Boron borad chakilama guzaradimi? بملو میچکد برو من میشینم وضع شده 3 فرزندم که کجا Seta farzandon. نه 3 فرزند دارم شوهرم نیست شرایطم وضع نون خوردنم نیست کجا منم بعضیش هم میشد بعضی نمیشد این من طاقت میکنم کجا Tamam. Gelin akında pajama. Mana obunachilar, o'zim ham boshqacha bo'lib ketdim. Rosti bu sharoitda hozir hech kim yashamaydi-da. Buni qaranglar, devorlarini mana. Mana bu yoqqa kelinglar-da, mana. Bu ahvolni ko'ringlar, mana. Bu sharoitda hozir hech kim yashamaydi. Kelinglar, iltimos qilaman barchalaringizdan shu opamizga yordam qilaylik. Qo'ldan kelguncha yordam qilsak, Xudo xolasa, kimki bir bersa Alloh inshaalloh 10 barobar, 1000 barobar qilib qaytaradi. duo میکنم یاردم کرده که شما Xudo xohlasa mana ma'lum tomosha kardisiz. Opajon, gelin nakunid. Xudo xohlasa inshaalloh yordam mekunad hamma. Obunachilar nima deyishni ham bilmay qoldim rosti. Iltimos qilaman shu videoni maksimalni tarqatinglar, yori do'stlaringizga ko'rishsin. Shu opamizni ham shu qish kelguncha bir uylarini, sharoitlarini yaxshilab beraylik. Shu opamiz ham yaxshi yashashga haqli-ku. Hech bo'lmasa o'zlari bo'lmasa ham bolalar uchun harakat qilaylik. برای بچه‌ام یاردم کنید التماس یک چی نشود کسر نشد یک دش کسر شده من احوالش من یک شد یک جا من رفته ندانستم مجبورم میتونیدم برو آمدم یاردم کنن گفته Obunachilar mana ko'ryapsizlar. این بچه‌ام Opamizni یاردم کنید nolalari haqqoni qiynalgan oila. Iltimos qilaman. Shu yordam qilaylik. 1 so'm bo'lami, 5 so'm bo'lami, 10 so'm bo'lami, ehson mukofoti ehson. Shu uchun harakat qilaylik. Xudo xolasa ishonaman yordam berasizlar, chunki biz shu paytgacha chiqargan oilalarni qo'limizdan kelguncha yordam berib kelganmiz, duolarini olganmiz, xursand qilamiz. Inshaalloh opajonimizdan Xudo xolasa xursand qila olamiz degan umiddaman. Chunki kuch birlikda-ku. Opajon, gelin kunid, Xudo xolasa hammasini azmashar. rahmat Bir uylarini hozir ichkarisini ko'rsatamiz obunachilar. Mana o'zingiz ko'rasizlar. Keling mana. Opajon, daroy maylashmi? Oho, mana. Mana bu ichkari taraf. Akoş, mu nazmi? Opajon, sirto hamina va? همین کسان Hamno kasal, ha? همین بچه‌ام کسان
یک جا با کار کردن نمیتونه نمین کسان برو کار گم کسان میشه نه برو کن نان خوردنم نیست است چی کار کردن نمیتونه یا خدا akajon buni tomosha کرد صادفه مردم چی گفتنی هستید یاردم کنن ها یاردم کنم شرایط یک جا کار کنم گم روی نفس قسم یا یک ساعت کار کنم گم سراز نفس قسم کند روزی شب باشد یک شب باشد سکاری میگرد دو کار میزند 2 ساعت میشد با بدی نیم ساعت بینی کسا او کسان ها ها با روی نفسش میگیره تلقت میوه دختر چوق میزنه و کل دورو با پلام نیست امونه ایچی یاردم میکنند و کازل میوه 10 منوت با دیدید که با روی نفسش میگه اوتم میگه با یک تا خدا بیشی کار کنه میتونه یک همسایم نیست که چوق زنم من دو ریسکاری چوق میزنم با او کل میزند با یک دم 10 منوت میبره و ریسکاری نرفته با روی نفسش قسم میگه با چوق میزنم ولی یافتگی بلی می قرص و منی کل دارو ببرم خودم هیچ کار که نمیتونم یک بچه های یاش دارم پرتافته نمیتونم اکا جا یک جا با من اول خونه من ایخی افکا روز برونده میام نا یافته کنم میبیام میگم یابو میشد یابو نمیشد اکا جا ایناش هم توقت کرده میشینی بچه هم کتی مجبورم برآمدم امسیام که توبه یاردم کنم گفتم mana obunachilar mana shu uylari mana ko'ryapsizlar uy sharoiti mana uyni tepasida shifr yo'q yomg'ir yog'sa chakka o'tar ekan shunda ham mana yashab kelyaptilar ekan kelinglar iltimos shu oilaga yordam qilaylik shu opamizdan xudo xohlasa shu farzandlari uchun qo'limizdan kelgancha yordam beraylik xudo برای xohlasa فرزندم یاردم کنم التماس از شما hammasi yaxshi bo'ladigan umiddamiz obunachilar دعا میکنم savobni haqqoni joyi mana من احوال خودم من خیلی devorlari hamma joyi mana ko'ryapsizlar tushib ketgan endi nima deyishdan bilmayman xulosa o'zlaringizdan yordam qilasizlar degan umiddaman o'zlarini kartalari kim qancha tashlasa albatta savobda oladi xudo xohlasa sizlar bilan birgalikda yanada shu opajonimizni yaxshi kunlarda kelib tez oralarda kelib uy joylari xudo xohlasa yaxshilashga harakat qilamiz degan تلفن umiddaman کردی تو میرم گفتی تو خورسنده من گیره کردم که مامم یاردم میکرده که های میگفته اون داشتشتم که بینن آمده گفته ha diqqatlashib hammash nozmashad no doktorchitonmi این دخترچه ببینم ناز گاز نامتان چی شما؟ ozodaxon buni hamma tomosha ko'rasiz چی گفتنی هستید یادم کنم نه یادم کنه ناز کردم نمیتونم کتاب خونه نمیتونم خب نمیتونید نه و به دیگه که چاپه میبودم گانده نمیتونم کسی هسته bu mana obunachilar singlimiz gapirdilar kimdir tushundi kimdir tushunmadi men yaxshi gapira olmayman kitob o'qiy olmayman deyaptilar buni hammasi Allohdan sinov Alloh bergan biz bir sababchisimiz xudo xolasa mana sizlar bilan birgalikda shu oilani xudo xolasa sharoitni yaxshilaymiz degan umiddaman opajon diqqatlashib xudo hamma nazmashad mardum tomosha ko'rasiz yoki duo kunid برای حق همین مردم عمرتون دراز کنه رسه کوئی نیک بینی تو همی یاردم کرده که تا من خدا خیلی دیا الله رحمت